Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani ko'rib chiqamiz. Gaz yetkazish qariyalarga bepulmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Kimga qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Va eng asosiysi, qarzdorlik noto'g'ri yozilib qolsa nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli, chunki gaz hisob kitobi faqat pensionerlar masalasi emas. Bu butun oila byudjeti, subsidiya, hisoblagich, normativ va imtiyozlar bilan bog'liq masala. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? 2026 yilda qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak? Qaysi holatda qariya odamga bepul degan gap noto'g'ri bo'lib chiqadi? Qaysi holatda esa davlat tomonidan yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat, hisoblagich ko'rsatkichi va abonent nomi masalasida bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlarni o'z vaqtida bilgan odam ortiqcha pul to'lab qo'ymaydi. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Gaz qariyalarga avtomatik ravishda bepul beriladimi? Yo'q, odatda gaz faqat yoshga qarab avtomatik bepul bo'lib qolmaydi. Ya'ni odam 6 orin 5 yoki 7 yoshga kirgani uchun uning xonadoniga kelayotgan gaz o'z-o'zidan 0 so'm bo'lib hisoblanmaydi. Bu juda muhim. Ko'pchilik men pensionerman, demak gaz bepul bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Aslida esa hisob kitob boshqa mezonlar bo'yicha yuritiladi. Abonent kimning nomida xonadonda nechta odam ro'yxatda turibdi? Gaz hisoblagich bormi yoki yo'qmi? Sarf qancha? Tarif qanday? Subsidiya yoki ijtimoiy yordam tayinlanganmi? Qarzdorlik avvaldan bormi? Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri kiritilganmi? Oldin ko'p joylarda odamlar gazni norma bo'yicha to'lashga o'rganib qolgan edi. Hisoblagich bo'lmasa, ma'lum bir me'yor asosida hisob kitob qilinar edi. Masalan, xonadonda nechta odam yashashi, gaz plitasi bormi, isitish gazdami, issiq suv qurilmasi bormi, shu kabi omillar hisobga olinardi. Kimdir kam ishlatgan bo'lsa ham norma bo'yicha to'lardi. Kimdir ko'p ishlatgan bo'lsa ham kamroq to'lab qolishi mumkin edi. Bu tizimda adolatsizliklar ko'p bo'lgan. Bitta yolg'iz pensioner bilan 5 kishilik oila bir xil sharoitda har doim ham to'g'ri farqlanmagan. Yoki hujjatda 5 odam ro'yxatda turib, amalda bitta odam yashagan holatlar bo'lgan. Keyingi yillarda esa hisoblagichlar, elektron baza, shaxsiy kabinet, avtomatik ko'rsatkich, qarzdorlik tarixi va qayta hisoblash masalalari kuchaydi. Ya'ni gaz ta'minoti tashkilotlari endi qog'ozdagi taxmindan ko'ra real sarf va baza ma'lumotlariga ko'proq tayanmoqda. 2026 yilda qayta hisoblash deganda ham ko'pchilik vahimaga tushadi. Hamma pensionerlarga eski yillardan qarz chiqariladimi? Qariyalar bepul olgan gazini qaytarib to'laydimi? Uyga katta summa keladimi deb so'rashadi. Men buni aniq tushuntiraman. Qayta hisoblash odatda hammani jazolash uchun emas, bazadagi noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni tuzatish, hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtirish, normativ va real sarf orasidagi farqni aniqlash. Imtiyoz yoki subsidiya noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, uni to'g'rilash uchun qilinadi. Birinchi navbatda qariya odamlar va ularning farzandlari bilishi kerak bo'lgan narsa shuki, bepul degan so'z bilan subsidiyalangan, kompensatsiya berilgan, imtiyozli toifa, ijtimoiy yordam oluvchi degan tushunchalar bir xil emas. Masalan, bir pensionerga davlat tomonidan ma'lum miqdorda ijtimoiy yordam berilishi mumkin. Bu pul gaz, elektr, dori-darmon yoki boshqa ehtiyojga sarflanishi mumkin. Lekin bu gaz korxonasi uning gazini butunlay bepul berdi degani emas. Yoki ayrim toifalarga kommunal to'lovlar bo'yicha yordam berilishi mumkin. Lekin u ham cheksiz emas. Ma'lum shartlar bilan bo'ladi. Men oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yolg'iz yashaydigan 22 yoshli ona bor deylik. Uning nomida gaz hisoblagichi bor. Oyga yozda 25 kub, qishda esa 1 mexritli kub gaz ishlatadi. Agar hisoblagich ko'rsatkichlari o'z vaqtida olinib, to'lovlar qilib borilgan bo'lsa, hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Bu ona men pensionerman deb butunlay to'lamay qo'ysa, tizimda qarzdorlik yig'iladi. Keyin 2026 yilda tekshiruv yoki qayta hisoblash bo'lganda, nega menga 2 million qarz chiqdi deb hayron bo'lishi mumkin. Aslida qarz bir kunda paydo bo'lmagan, oyma-oy yig'ilgan. Ikkinchi misol. Qishloqda yashaydigan tabin yoshli otaxonning uyida hisoblagich eski. Ko'rsatkichni hech kim yozib bormagan, farzandlari shaharda. Gazchilar kelganda u eshikni ochmagan yoki ko'rsatkichni aytmagan. Tizim esa taxminiy sarf yoki oxirgi ko'rsatkich bo'yicha hisoblagan. Bir necha yil o'tib, hisoblagich real ko'rsatkichi bazadagi ko'rsatkichdan ancha farq qilsa, qayta hisoblash chiqishi mumkin.
Masalan, bazada 12 ming kub ko'rsatilgan. Hisoblagichda esa 500 kub turibdi. Farq 3500 kub. Endi shu farq qaysi davrga tegishli, qaysi tarif bilan hisoblanadi? Hisoblagich so'zining plombasi buzilmaganmi? Bular tekshiriladi. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, qo'shimcha to'lov chiqishi ehtimoli bor. Bu pensioner bo'lgani uchun avtomatik bekor qilinmaydi. Uchinchi misol, xonadon qariya onaning nomida, lekin amalda uyda o'g'li, kelini 3 nafar nabirasi yashaydi. Hujjatda esa yolg'iz pensioner sifatida turibdi. Gaz sarfi katta, qishda isitish, ovqat, hammom, issiq suv, ba'zan issiqxona ham ulanib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tekshiruvda amaldagi yashovchilar uskunalar va sarf hajmi aniqlansa, oldingi yengilliklar yoki normativ hisob-kitob qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uy onamning nomida, onam pensioner, demak hammasi bepul degan gap bu yerda ishlamaydi. Chunki gazdan butun oila foydalanmoqda. 4-misol, qariya inson haqiqatan ham ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashaydi, pensiyasi kam, farzandlari yordam bermaydi. Bunday holatda u to'lovdan qochish emas, balki hujjat bilan yordam so'rashi kerak. Mahalla ijtimoiy himoya organlari tegishli platformalar orqali subsidiya, moddiy yordam, ijtimoiy daftarga kiritish, kommunal to'lovlar bo'yicha ko'mak olish masalasi ko'riladi. Ya'ni muammo gaz korxonasiga men qariyaman, o'chirmang deb aytish bilan emas, huquqiy asos yaratish bilan hal bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, hisoblagich ko'rsatkichi ko'p yildan beri tekshirilmagan xonadonlar. Ikkinchidan, abonent nomi vafot etgan, odam nomida qolib ketgan uylar. Uchinchidan, oldin imtiyoz yoki yordam qo'llangan, lekin hujjatlar yangilanmagan oilalar. To'rtinchidan, gazdan foydalanish shartlari o'zgargan. Yangi isitish qozoni qo'yilgan, qo'shimcha xona isitilgan, oshxona yoki issiqxona ulangan, lekin bu ma'lumotlar rasmiylashtirilmagan. Beshinchidan, to'lov kvitansiyalarni saqlamagan va shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlarni tekshirmagan odamlar. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hisoblagichi ishlayotgan, plombasi joyida, ko'rsatkichlari muntazam uzatilgan, to'lovlari vaqtida qilingan, shaxsiy hisob raqamidagi qarzdorlikni tekshirib turgan, hujjatlari tartibli bo'lgan abonentlar. Agar uyda qariya yashasa ham, uning gaz tarixi aniq bo'lsa, qayta hisoblashdan qo'rqishga asos kam bo'ladi. Chunki qayta hisoblashning eng katta muammosi noaniqlikdan kelib chiqadi. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik tomon. Abonent kimning nomida? Ko'p xonadonlarda gaz shartnomasi 20 yil oldin vafot etgan boboning nomida turadi. Uyda esa hozir nevaralar yashaydi. To'lov qilib yurishadi, lekin hujjat yangilanmagan. Qayta hisoblash, qarzdorlikni aniqlash, imtiyoz so'rash yoki subsidiya olishda shu narsa muammo bo'ladi. Chunki tizimda abonent boshqa, amalda foydalanuvchi boshqa. Agar qariya odam vafot etgan bo'lsa, uning nomidagi imtiyoz yoki maqom avtomatik davom etmasligi kerak. Hujjatlar meros, kadastr, propiska va shartnoma asosida to'g'rilanishi zarur. Ikkinchi nozik tomon, hisoblagich ko'rsatkichi. Men doim aytaman, gaz hisoblagichining suratini oyda kamida bir marta telefoningizga olib qo'ying. Suratga sana ham tushsin yoki telefon galereyasida sana saqlansin. Chunki ertaga nizoli vaziyat chiqsa, men bunaqa sarf qilmaganman degan og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Ko'rsatkichlar ketma-ketligi bo'lsa, siz o'zingizni himoya qila olasiz. Masalan, yanvarda 23100, fevralda 23200 atamgan, martda 23003 bo'lsa, sarf mantiqiy. Lekin tizimda birdan 25900 kiritilib qolsa, siz surat bilan e'tiroz bildirasiz. Uchinchi nozik tomon. Hisoblagich buzilgan yoki plombasi shubhali bo'lsa, ayrim odamlar men tegmaganman deydi, lekin plomba shikastlangan bo'ladi. Hisoblagich to'xtab qolgan bo'ladi yoki teskari ulanish aniqlanadi. Bunday holatlarda qayta hisoblash juda katta summaga chiqishi mumkin. Ayniqsa qishda isitish gazga ulangan xonadonlarda farq katta bo'ladi. Qariya odamning bilmasligi ba'zan jarima avtomatik yo'q qilmaydi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining uyidagi hisoblagich, plomba, gaz uskunalarini vaqti bilan tekshirishi kerak. 4-nozik tomon. Bepul deb kimdir og'zaki va'da bergan bo'lishi. Masalan, mahallada kimdir pensionerlarga gaz tekin ekan, falon ro'yxatga kirsangiz to'lamaysiz, qarzlar kechiriladi deb gap tarqatadi. Men bunday gaplarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Har qanday imtiyozning hujjati bo'ladi. Qaror, nizom, buyruq, elektron bazadagi tasdiq, subsidiya tayinlash xabarnomasi, mahalla yoki ijtimoiy himoya organining rasmiy ma'lumoti. Og'zaki gap asosida to'lovni to'xtatib qo'yish eng xavfli xatolardan biri. 5-nozik tomon. Qariyaning nomida bir nechta uy bo'lishi.
Ba'zi oilalarda ota-onaning nomida 2 yoki 3 ta uy bo'ladi. Ulardan birida o'zi yashaydi. Boshqasida farzandlari yoki ijarachilar yashaydi. Agar biror ijtimoiy yordam yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, ehtiyojmand mezoni bo'yicha berilsa, bir nechta mulk borligi yoki real yashovchilar soni ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni qariya maqomi bor, lekin barcha obyektlarga avtomatik bepul gaz degani emas. 6-nozik tomon. Isitish mavsumidagi sarf. Qishda gaz sarfi bir necha barobar oshadi. Yozda oyiga 20 kub ishlatgan xonadon qishda 300 yoki 500 kub ishlatishi mumkin. Bu normal holat bo'lishi ham mumkin. Ayniqsa uy katta, izolyatsiya yomon. Qozon eski bo'lsa. Lekin tizimda oldingi yillarda juda past sarf ko'rsatilgan bo'lsa, keyin real ko'rsatkich olinganda farq katta chiqadi. Shuning uchun energiya tejamkorlik ham moliyaviy masala. Derazadan sovuq kirsa, qozon kecha-yu kunduz ishlaydi. Hisoblagich aylanadi. Keyin gaz qimmat degan muammo kuchayadi. 7-nozik tomon. To'lov qilingan, lekin noto'g'ri hisob raqamga tushgan bo'lishi. Bu ham uchraydi. Masalan, farzand ilova orqali to'lov qiladi, lekin shaxsiy hisob raqamining bitta raqamini noto'g'ri kiritadi. Pul boshqa abonentga ketadi. Ota-onaning uyida esa qarz turaveradi. Keyin qayta hisoblashda biz to'laganmiz deb kvitansiya ko'rsatiladi, lekin unda boshqa hisob raqam bo'ladi. Shuning uchun har bir to'lovdan keyin abonent raqami, manzil, familiya va summa tekshirilishi kerak. 8-nozik tomon, qarzdorlik muddati va nizoli summa. Agar sizga eski davr uchun qarz chiqsa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Qarz qaysi oylar uchun, qaysi tarifda, qaysi ko'rsatkich asosida, qaysi dalolatnoma bilan yozilganini so'rang. Kompyuter chiqardi degan javob yetarli emas. Siz iste'molchi sifatida hisob-kitob tafsilotini so'rashga haqlisiz. Ayniqsa pensionerlar nomidan farzandlari bo'lsa, hamma narsani yozma shaklda talab qilgani yaxshi. Endi eng muhim qism, bugundan boshlab nima qilamiz? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, gaz bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni aniqlang. Kvitansiya, mobil ilova, gaz ta'minot korxonasi yoki shaxsiy kabinet orqali qarang. Abonent nomi kimda, manzil to'g'rimi? Qarzdorlik bormi? Oxirgi ko'rsatkich qachon kiritilgan? Shularni tekshiring. Agar abonent nomi vafot etgan odamda bo'lsa, hujjatlarni yangilashni kechiktirmang. Ikkinchi qadam, hisoblagichni ko'zdan kechiring. Raqamlarni suratga oling. Plombasi bor yo'qligini tekshiring. Hisoblagich to'xtab qolmaganmi? Raqamlar norma aylanayaptimi? Korpusi shikastlanmaganmi? Gaz hidi yo'qmi? Bularni ko'ring. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz ochmang, o'zingiz tuzatmang. Darhol gaz tashkilotiga murojaat qiling. O'zboshimchalik bilan aralashish keyin katta jarimaga sabab bo'lishi mumkin. 3-qadam, oxirgi 3 oy uchun to'lovlarni yig'ing. Agar imkon bo'lsa, oxirgi 3 yilnikini ham saqlang. Qog'oz kvitansiyalarni alohida papkaga soling, elektron cheklarni telefonda va bulutda saqlang. Qariyalar ko'pincha kvitansiyalarni yo'qotadi. Keyin isbot qilish qiyin bo'ladi. Farzandlar ota-onasi uchun bitta papka qilib bersin. Gaz, elektr, suv, chiqindi, kadastr, pasport nusxasi, pensiya ma'lumotlari alohida tursin. 4-qadam, agar qariya yolg'iz yashasa va to'lashga qiynalayotgan bo'lsa, mahallaga boring. Gazni bepul qiling deb emas, ijtimoiy yordam, subsidiya yoki kommunal to'lovlar bo'yicha ko'mak olish tartibini tushuntiring deb murojaat qiling. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdori haqidagi ma'lumot, xonadonda yashovchilar haqida ma'lumot, mulk hujjati yoki ijara hujjati, kommunal qarzdorlik ma'lumoti, ariza bo'lishi mumkin. Hududingizdagi talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatni joyida aniqlang. 5-qadam. Gaz ta'minoti bo'limiga yozma murojaat qiling. Agar sizga tushunarsiz qarz chiqqan bo'lsa, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang. Arizada shunday mazmunda yozing. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha shakllangan qarzdorlikning qaysi davr, qaysi ko'rsatkich va qaysi tarif asosida hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Zarur bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichlarni joyida ko'rib chiqish va solishtirishni so'rayman. Arizadan nusxa oling. Qabul qilingan sanasi va raqamini yozdiring. 6-qadam. Dalolatnomani o'qimasdan imzo chekmang. Gaz xodimi kelib hisoblagichni tekshirsa, dalolatnoma tuzilishi mumkin. Unda ko'rsatkich plomba holati aniqlangan. Kamchilik sana. Xodimning ma'lumoti yoziladi. Qariya odam ko'pincha bolam imzo qo'ying deyishsa, o'qimay imzo qo'yadi. Keyin esa dalolatnomada plomba buzilgan yoki noqonuniy ulanish deb yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzandlar, qo'shnilar yoki mahalla vakili ishtirokida o'qib
tushunib imzo qo'yish kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, dalolatnomadagi holatga qo'shilmayman, qo'shimcha tekshiruv so'rayman deb yozib qo'yish mumkin. 7-qadam. 2026 yilga tayyorgarlikni hozirdan boshlang. Qayta hisoblash bo'ladimi, yo'qmi? Aniq sizning xonadoningizda qanday natija chiqishini hech kim oldindan ayta olmaydi. Lekin hujjatlari tartibli odam har qanday tekshiruvdan xotirjam o'tadi. 2026 yil kirganda endi nima qilamiz demaslik uchun hozir hisoblagich suratlari, to'lovlar, abonent ma'lumoti, yashovchilar ro'yxati, imtiyoz yoki subsidiya hujjatlari tartibga keltirilsin. 8-qadam. Gazdan xavfsiz foydalaning. Bu moliyaviy masaladan ham muhim. Qozon eski bo'lsa, mo'ri ishlamasa, shamollatish yopilgan bo'lsa, gaz sizib chiqsa, bu nafaqat qarz, balki hayot uchun xavf. Qariyalar ko'pincha sovuqda qo'shimcha gaz plitasini yoqib qo'yadi. Xonani isitish uchun duxovka yoki plitadan foydalanadi. Bu juda xavfli. Isitish moslamalari rasmiy va soz bo'lishi kerak. Gaz hidi sezilsa, chiroq yoqmang. Telefonni shu xonada ishlatmang, derazani oching. Gazni yoping, avariya xizmatiga xabar bering. 9-qadam. Oilaviy nazorat joriy qiling. Agar ota-onangiz qari bo'lsa, har oy bir marta ularning kommunal holatini tekshirib bering. Gaz qarzi, elektr qarzi, suv chiqindi, hammasini ko'ring. Ko'pchilik farzandlar faqat katta qarz chiqqandan keyin yuguradi. Aslida 10 daqiqalik nazorat katta muammoning oldini oladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan onaxon va otaxonlar internet ilovalaridan foydalana olmasligi mumkin. Ular uchun bu ishni farzandlar bajarishi kerak. 10-qadam. Mish-mishlarga emas, rasmiy javobga tayaning. Agar mahallada qarzlar kechirilarkan, 2026 yilda hamma qayta to'laydi, pensionerlarga gaz bepul bo'larkan degan gap chiqsa, darhol rasmiy manbadan tekshiring. Gaz ta'minoti tashkiloti, mahalla, ijtimoiy himoya organi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron platformalar orqali aniqlang. Har bir hududda amaliy tartib va texnik holatlar farq qilishi mumkin, lekin hujjatsiz gapga ishonish xavfli. Demak, asosiy xulosa shuki, qariyalarga gaz avtomatik ravishda bepul degan tushuncha ko'p hollarda noto'g'ri. Bepul, imtiyoz, subsidiya va kompensatsiya bir xil narsa emas. 2026 yilda qayta hisoblash bo'lsa, eng avvalo hisoblagich ko'rsatkichlari, abonent ma'lumotlari, qarzdorlik tarixi, hujjatlar va real iste'mol tekshiriladi. Hujjatlari tartibli, to'lovlari aniq, hisoblagich so'z odam ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Lekin abonent nomi eski, hisoblagich tekshirilmagan, kvitansiyalar yo'q. Imtiyoz og'zaki gapga asoslangan bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun ota-onangizning yoki o'zingizning gaz hisobingizni tekshiring. Hisoblagich suratini oling. Qarzdorlikni aniqlang. Hujjatlarni tartibga keltiring. Agar tushunarsiz summa chiqsa, yozma murojaat qiling va hisob-kitob asosini talab qiling. Shunda siz nafaqat pulingizni, balki asabingizni ham asraysiz. Sizning hududingizda qariyalarga gaz bo'yicha qanday muammolar uchrayapti? Qayta hisoblash. Qarzdorlik yoki imtiyoz masalasida tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha qarz va noto'g'ri hisob-kitobdan o'zini himoya qiladi.